Qizlarjonlar, endi sizlar bilan 4-retseptimizni boshlaymiz. Bu pisochniy Napoleon. Bu alohida tema. Buni albatta qilib ko'rishingiz kerak. Shunaqa zo'r, boshqa tarif yo'q. Bismillah deb ishimizni boshlab olamiz. 900 gramm elangan unimizga 500 gramm shedri letani qirg'ichdan o'tkazib olamiz. Urvoqni ko'p qorishtirmanglar, aksincha tezgina qorishtirib olishga odatlaninglar. Shundagina xamiringlar pisochniy bo'lib, g'ovak bo'lib chiqadi. Endi xamirni o'rtasini ochamiz va 400 gramm 15 yoki bo'lmasa 20% smetananglardan 400 grammini solib, ustiga yarim choy qoshiqda tuz va 2 dona tuxum solib aralashtirib, sekinlik bilan xamir qorishni boshlaymiz. Mushtlamaymiz qizlarjonlar, mushlamasdan xamir qorishga odatlaninglar. Birinchi o'rinda qoshiqda yengilgina aralashtirib, keyingina sekingina xamirni yig'ishtirib olamiz. Xamirga qattiq qo'l bilan ishlov bermaymiz. Mana xamirni stol ustiga oldim, lopatka yordamida tekislayman va iloji boricha yana bir marta konvert holatiga keltirib bo'lsanglar, undan ham yaxshi holatga o'tib oladi. Shu holatda endi salofanga solamiz va xolodilnikka kamida 1 soatga olib qo'yamiz. Agar tezroq natija olmoqchi bo'lsanglar, unda yarim soatga muzxonaga qo'yib qo'yishingiz mumkin. Biroz qotgan xamirni ikkiga bo'lib, 6 ta bo'lakka bo'lib olamiz. Mana un sepib yoyilgan xamirimizni listni orqa tarafiga o'rnashtirib olib, biroz tekislab olinadi jova yordamida. Keyin chetlarini sag'al qayiltirasizlar, chetlaridan bortik qoldirib, list bo'ylab kesib olasizlar. Mana kesib oldik. Endi bunga vilka yordamida teshiklar berib, qizigan duxovkada 150, ya'ni o'rtacha gazda pishirib olasizlar. Shu holatda kamida tillarang bo'lishi kerak, biroz qotib olishi kerak, shundagina gazdan olinglar. Mana yana bittasini yoyib ko'rsataman. Xuddi shunaqa listni orqa tarafiga oldim. Chetlaridan bortik qoldirib, kesib olamiz va vilka urib, buni ham tillarang bo'lgunicha pishirib olamiz. 150 gradus haroratda, ya'ni hammani o'zini gaz harorati bor. O'rta haroratda pishirib olish kerak. Juda ham past bo'lmasin, juda ham baland bo'lmasin. Napoleon juda tez kuyib ketadi. Shuning uchun doimo o'sha xonada yurish kerak va tez-tezgina xabar olib turish kerak. Mana barcha ko'rishlarimiz birin-ketin tayyor bo'lyapti. Alohida chetlaridan olgan bo'lagidan ham yana bitta ko'rish tayyorlab oldim. Qolganini urvoqqa qoldirdim. Juda ham zo'r holatda tayyor bo'ldi. Buni endi kremlaymiz. Krem uchun xona haroratida turgan 300 gramm sariyog', buni mikser qilib oqartirib olamiz va 700 grammda sgushenniy moloko va 300 grammda vareniy moloko qo'shib birgalikda krem tayyorlaymiz. Ta'm uchun vanilin ham qo'shamiz va birgalikda mikserda yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Mana ko'pirtirib oldik. Endi ko'rishlarimizni birin-ketin yig'ishni boshlaymiz. Sizga tanish bo'lgan holat, kremdan ko'pgina qilib surtib, ustma-ust qilib, ketma-ket yopishtirib olinadi. Barchalarini shunaqangi to'yintirib kremlashga odatlaninglar. Shundagina zo'r chiqadi Napoleoninglar. Mana barcha qavatlarini kremlab bordik. Eng ustki qavatini ham shunaqa ko'pgina qilib kremlab olamiz va urvoqlarini maydalab, ustiga sepib bezatib olamiz. Azizlarim, darrov Napoleonni kesmanglar. Buni albatta yana 5-4 soatga qoldirib, keyingina kesib dasturxonga tortishingiz mumkin. Shunaqangi barakali bo'lgan Napoleonni siz ham tayyorlab ko'ring va duolaringizda mani eslab qo'ying. Xohishga qarab ustini yong'oqlar bilan, vareniy molokolar bilan yoki shokoladlar bilan ham bezatib olishingiz mumkin. Dasturxonni ko'rki bo'ladigan bunaqangi baland, sochniy Napoleonni albatta tayyorlab ko'rishingiz kerak. Kesik holatda ham albatta sizga ko'rsataman. Mana o'zingizlar ko'rishinglar mumkin. Juda ham ideal holatda tayyor bo'lgan. Buni faqatgina yeb ko'rgan odam biladi. Buni siz sotuvga ham bemalol uyalmasdan qilib berishingiz mumkin. Sizda ham shunaqa daromadga chiqish ishtiyog'i bo'lsa, albatta shu Napoleon bilan ham ishlab ko'ring.